Xo'p o'rtoqlar, bugungi obyektimiz Urgas Yusufjon ota gilamlari savdo majmuasi bo'ldi. Bu yerga 4 dona 4 megapikselli, bir dona 5 megapikselli kuzatuv kameralardan o'rnatib berdik. Shu 5 ta kamera bilan xudo xolasa butun obyekt chiroyli holatda ko'rinib turibdi. Nazorat ostida. To'rttasi 4 megapikselli, bittasi 5 megapikselli, bittasi 5 megapikselida odam va avtomashina harakatini aniqlash funksiyasi mavjud. Shu bitta inson harakati, odam harakatlanganda obyektga yaqinlashtirib, kechdan yana tiniqroq qilib beradi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, 94 712 88 22 telefon raqamlarimizga bemalol aloqa qilishlari mumkin.